Dostlar, bugün sizlar bilan sog'lik omonlikda görüşüp turganimizdan bag'ayat xursandmiz. Yangiliklar ichida davom etib turibmiz. Xudo xolasa yana bir zakaz tikimizni zakazi bitdi, yana ko'rib turganlaringizda. Razmeriga keladigan bo'lsak, uzunlik, общий uzunlik 4 metr, balandligi 1 metr, eni ham 1 metr bo'ladi do'stlar. Profildan ishlaganmiz. Yana ko'rib turganlaringizda. Yana do'stlar. Kaptaldan görüşünce yashil setkani qaling'idan bosilgan. Hop. Navas qo'yilgan. Navasini xohlagan poyizda ochib yopishi mumkin do'stlar. Va tori qo'yilgan ichandan. Şimdi yine zasolkileri bor do'stlar. Как положено. O'zbekistonniki ham ochilib oladi, ham yopiladi dedik-ku. Baho o'zlaringizdan bir like'larni bosib bersangizlar, xudo xolasa narxini ham aytib o'tamiz. Narxini do'stlar 1,5 million ishlab berganmiz. 3 kun vaqtimiz sinag'an do'stlar. Razmerini tushunib o'tdingizlar. 1 metr, 1 metr, uzunlik 4 metr do'stlar. Agar chiroyli chiqqan bo'lsa, baho o'zlaringizdan. Sog' bo'lin, salomat bo'lin. Ketkazgan vaqtlaringiz rozi bo'linglar. Keyingi videoda omonlikda görüşguncha.